Yaxshimisiz? Bizdan keyin mana bir aholi qildigan bir davolash batda. Ana u aholi qilgandan keyin charchishadigan, ko'nglishadigan, tomoq yemaydigan, badan azobda aholi bor. Shuni sizga ancha oldin deb qo'ymasak bo'lmaydi. İdetirtdim bir taqib qo'ysin deb oldiq satab qandim. Hech qisi yo'q. Men cho'qim sizlarga yaxshi moslashib, yaxshi davolaman. Muhtar. Çetin düşürüldüğüm ki. Düşürüşünü xalımsan, düşəmsən buludu. Bərabər düşüb gedirik. Oxşay sırtlaşıb gedirik. Şimdi ablamı sırtlaydı. Yine ablamı gel. Anne de çıraylık. Anne de güzel. Bekleyelim. Yakta da olsun. Aslında koyacağım ben yaxşı. Muhtar to'xtang. Hay. Buni yesangiz bo'lmaydi. Sizga necha qitim dedim. Oshqon tomoqni yemang, oshqon tomoqni yemang deb. Bu qarab beqma 4-5 kun bo'lib ketgan tomoqni yeyman deb. Bu oshqon tomoqda har xil kislotalar paydo bo'ladi, badanga ziyonli. Endi sizmi og'rib qolsangiz biz qanday qilamiz? Ikki bola qanday qiladi? Qara buni. Yani bilan ağrıtanda. Keşke doğru çaplamaya yürüyorsunuz. Siz o'ltirib abduz edadigan adam. Doğru çaplamayım shundoq yurayversangiz, bel umurtqangizning shakli o'zgarib, atog'in operatsiya qilgan ish chiqadi. Iching. Yo'q, bo'lsam qanday qilsiz ketdim. Voy. Nima? Muhtar qatnash vaqasiga uchirdi? Muhtar qatnash vaqasiga uchirdi? Muhtar. Nimish oldi? Qandoq bu daraxtga so'qilib ketdingiz? Voy shu yilqi qon besimimni tushirgan doğruni elib olishni unutib qolibdim-a. Tuyuqsizla beshim qiyib shiqib tushdim shu. Saq mo'yasiz. Mushundaq mo'yim narsani unutilib qolamda odam. Sen o doğruni davomli bilan yanchiqimni sap qo'yatding-ku. Muhtar. Qachongacha mendan umid kutib yashaysiz? 6 yil divan bo'lib qolgan opam o'z tomog'ini yeyaligidek bo'ldi. Zolayatmi mo'misining oldin xabar olgidek bo'ldi. Meni xotirjam qilmamsiz. Halime, sen ölüp gelsen bo'lmaydi. Sen o'zing qo'y, men seni to'ndirib qo'ygan. Sen ölüp gelsen men qanday yashayman? Ha? Sen tapoqqina sen meni yozib tashlab qo'yib ketmoqchimi? Nimishqa? Men sana va'da beray, bundan keyin ish qilgan tomoqlarni yemayman. Chaploqlarni vaqtida chaplab, to'g'rilarni vaqtida yeyman. Sen nima desang, gapingni anglayman. Sen beni bu dunyoda yozib tashlab qo'yib ketma bo'lamdi, ha? Tashlab qo'yib ketma, ha?
kartadan pul aldınız mı? Bir muncha pul kam turduğu. Seni sayatga apırma. Neymi sayat o Muhtar? O pulga bir muncha ish qilib bo'lgan pul o. Hozircha qara, hech qanday ish seni sayatga apirishda muhim emas. O'ylab boqsam, nurg'un yillarni yoqsam, bu shaharning sirtiga chiqib boqmapsa. Vaqti bag'o osmon o'rilib tushadigan ish bo'lsa, sen ashtinda o'yintib kelma. Amsa bolla bilan opamni ilib olamdik. Evlayli. Evlayli. Apa yakırak kelang yakırak kızım yak turun bo'ldi men qaranglar 1 2 3 yaxshi yana bir tala misha qaranglar menga 1 2 3 Sizga muborak bo'lsin. Tashkilot qog'ozi shunday yaxshi. Uchchaga, o'pkaga, boshqaga taqilgan ahvol yo'q. Qanniki mush natijasini chiqibdi, oqqam shunda bag'asi yo'qlab, shu bizniki qizil qon o'zi normal bo'libdi. Bironta turmushimda yana yenib kelsam bo'ldi. Muborak bo'lsin. voy rahmat doktor rahmat sizni Azmat. Halima sen saqayib ketgan bo'lding bundan keyin xo'shalji men seni harigiz saqab qolmayman sen saqayib ketgan bo'lding Halima Mayli shundoq bo'lsin bo'lmasin. Bugundan boshlab keyingi umrimdagi har bir kunni yaxshi o'tkazishga tirishim.